Urganch shahrining eng qimmat lokatsiyalaridan birində aynan sizlar uchun 100% tayyor, doğru girib yashaydigan 250 kvadrat metrli tayyor hovli joyimiz sotiladi. Bu hovli joyimizda giraverish qismi bo'ladi. Qaranglar, gengina taxlangan, polniy mashinalar sig'ib turadi. Xohlasangizlar berni nomestib ham bemalol foydalansangiz bo'laveradi. Plus yozda hamma, ya'ni letniy kuxnya kerak bo'ladi, to'g'rimi? Aynan sizlar uchun letniy kuxnyasini ham mashinasi taxlab qo'ydilar. Letniy kuxnyani nomes bilan polniy bostirilgan ko'rishingiz mumkin. Belini xohlasangizlar posuda yuvish uchun yana moykalarni ham taxlab qo'ydilar. Bu yerda o'joqda pishiramiz desangizlar, o'joqi, mangali, bu yerda plus gaz plitalaridan hamma narsasi tax turibdi. Ya'ni aytamanku, kelasizdan prosta yashab bersangiz bo'ldi. 100% tayyor hovli joyda, ya'ni aynan shu bo'ladi. Bu yerda 4 odamlik stol kursilari qo'yilgan, ko'rib turganingizni ajratib foydalanib yashayverasiz. Berni yana bir zo'r fishkalaridan biri, egasini aytishi bo'yicha, yana shu yerda to'liq oyna bilan yopsangiz, qishda bu yerda bemalol shashliklarni pishirib, barbekularni pishirib, hazzatif yeb ichib o'tiraverasiz. Bu anda qor yog'ib tursa, qorni ko'rib o'tiraverasiz. Xullas, ko'rib turganingizdan oldi qisman keng etib qoldirilgan. Hovli joyining ichiga keladigan bo'lsak, hovli joyimizda giraverishda sizni shunday kengina prixожий zonasi kutib oladi. Bu tarafimizda mebellar ustanovka qilingan, ko'rishingiz mumkin, veshilkalari bor, shkaflari bor, bemalol oyoq kiyimdan ham saqlab ko'rasizlar, hazratib foydalanaverasizlar. Plus bu tarafimizda esa kattagina rakovinadan ustanovka qilingan zolotniy stena, ko'rishingiz mumkin, yerlari taxlangan. Xullas, yani o'zim yashayman deb joy soladilar-ku. Aynan shunday deb hamma narsani sifatlatib, mo'shlatib taxlab qo'ydilar. Bu tarafimizda esa hovli joyimiz giraverishdagi daloni bo'ladi. Kengina chiqqan hovli joyidan baland etib ko'z turibdi, qaranglar. Zinalar ham oppoq etib, hech qachon ham modadan chiqmaydigan narsa bo'ladi-ku, ya'ni shu yana oddiylik, oppoq, lekin sifatlisi hamma narsani moshisidan taxlab qo'ydilar. G'olalari do'shalib turibdi. Plus bu tarafimizda uголоклар ham ustanovka qilingan, stollar ham ustanovka qilingan. Bemalol, ya'ni jo'ralar galami, qarindashlar galami ish yerda o'tirib, vazadib, guringlashib dam olishlaringiz mumkin. Bo'ldimi shu bilan desangizda, yo'q, narsa desanglar, hovli joyini ko'rishsa, endi boshladik. O'zbek xalqi mehmondo'st xalq deydi-ku, to'g'rimi? Kelinglar, bu xonani ko'rib o'zingiz bahosini berasizlar. 100% tayyor degan hovli joyimiz yana aynan shu bo'ladi. Ya'ni g'olalari do'shalgan. Birinchi muammo o'sha shu joyni olasiz yo joyni qurasiz, oxirina kelganda shu pul yetmay qolaveradi. Hech narsa. Ya'ni shu misol g'ola bo'ladi, g'ola do'shima ham beradi desangiz 60-70 million pul bo'lib ketadi ham. O'yin gap emas. Plus perdalar ham yaxshisidan qo'yaman desangizda, perdalar ham 5-6 million bo'lib ketadi. Konditsioner kerak bo'ladi. Xullas, ya'ni uyni qurib olgandan keyin ham bir to'da rasxoti bor. Bu uyda uning rasxotlar yo'q. Hamma narsani mo'shnatib taxlab qo'ydilar. Perda deysizmi, konditsioner deysizmi, g'oli deysizmi, lustra deysizmi, televizorni nadvasi qo'ydilar. Televizorni dushman qaranglar, balodin televizor. Plus orqa tarafida pottilar ham mo'shnatib, o'zi remontdan moslatib taxlangan. Remontdan ko'rib tursa, oboy emas. Ya'ni kraskadan chiqqan sifatli kraska mo'shida tutdi, egasi xudo xolasa hazzatib kelib yashab bersangizda bo'ldi. Keyingi xonasına keladigan bo'lsak, kelinglar. Bu yerda shunday kengina o'zini koridori bo'ladi. Bu tarafimizda sanuzeli bo'ladi. Bemalol ko'rib, o'zingiz bahosini beraversiz. Sanuzelda birinchi etajning sanuzeli, dush plus unitaz va albatta rakovinasi, kir mashinalar ham ustanovka qilingan. Ya'ni kir mashina ham olib o'tirmaysiz. Aytamanku, to'g'ri kirasiz, azatib yashab ketaverasiz. Keyingi xonamizga keladigan bo'lsak, bu tarafimizda oshxonasi joylashgan bo'ladi. Oshxonadan perdalar osilgan, mebellar qo'yilgan, stol kursilar ko'rishingiz mumkin. Plus bu yerda gaz plitasi, vitishkasi, xolodilnikini ham taxlab qo'ydilar. Aytamanku, to'g'ri kirasiz, azatib yashaysiz, azatib dam olib, o'sha bir, ya'ni bir uy olgan odam bir bo'ldi, endi azab yashayman ekan desa, ko'p joylarda misol aytib o'tganlarimizdek, buni olishim kerak deb shuncha kallarlik bo'ladi. Bu uyda bu narsalar yo'q. Sababi siz uchun hamma narsa o'zi tayyor turibdi. Aynan oshxonani o'zidan orqa tarafda shunday dumon katta bo'lmasam, normalniy joy qoldirilgan. Plus bu tarafda polniy uyni kotelnisi chiqib ketgan bo'ladi. Kotelnini ham akkuratni taxlab qo'ydilar. Bu taraflarimizdan kengina joylar qoldirilgan. Xullas, bu yerdan o'zingiz ham maqsad turib foydalanaverasizlar. Birinchi etajda spalniy yo'qmi deb o'tiribmisiz? Spalniy ham bor, qaranglar. Birinchi etajning spalnisida top-toza mebellar ustanovka qilingan. Birov yashaganmi desangizda, yo'q. Birinchi egasi o'zingiz bo'lasiz, o'zingiz yashaysiz azatib. Mebellarni mana
Zorlarına taxlaq qoydular qaranlıq. Ucu bəyanda yana plastiranı döşəb əli. Heç kim yaşamagan, özünüz gəlib yaşayırsınız. Prosta ayt tutubman ki, doğru girib yaşayıdan halda cayıb bağma dəf qıdırıb gələn üçün eynən şunu tavsiyə etəmiz. Şkaflara bax, kətdəginə turmaları ustanovka qılınğa, bəyanda görürsəniz mümkün spalnini özəm genginə taxlanğa, yanında 2 dənə tomboçkası, qalaları döşəlgən, lüstralı asılğan, plus pərdələrəm taxlanğa. Yenə nə gərəksizlərə mən bilmirəm. Ha, aytgancha, bu xohlajayimizning birinchi etaji to'liq ko'plik pol bilan qizadi, ikkinchi etaji esa registrli ustanovka qilingan. Xullas, hazzatib issiqqina xonadonda yashayverasiz. Plus, birinchi etaji pishgan karushdan solingan, plitalar bilan bostirilgan, ikkinchi etaji esa xamiralash bo'ladi. Bu ko'rib turganingiz esa xohlajayimizning ikkinchi etaji bo'ladi. Qaranglar, ikkinchi etajdan remontlar. Ham meni akkuratni hech narsa yo'q. Lustrani ko'rishingiz mumkin. Lustrani o'zi alohida tema deydi-ku. Plus ikkinchi etajga chiqaverishda görüşünüz mümkün. Ben de yine birinci xonamiz, albatta mehmonlarni kutib oladigan zalxonamiz bo'ladi. Bu zalxonamizdan g'alaları döşəlgən, televizorlari asılgan, lustrasi, konditsioneri, perdalari, xullas, ne gerek bo'lsa hamma narsa aytilgan. Bir dana işi bor, misol stol kursikodan bo'lsa stol kursikosi, xon taxta bo'lsa xon taxta. Stol kursisini ham egasi kelishsak, o'zim qilib beraman deb tutdi, xudo xolasa, egasi nomerdan qoldiramiz, yo'llarni kelishib turib gazını basıp beraverasizlar. Aynan spalnin o'zidan qaranglar, zo'r etib taxlangan. İkinci etajda ishini yuriydigan xod qoldirilgan. Bu yerdan chiqadigan bo'lsangiz, qaranglar, panelni registrlari ustanovka qilingan. Вообще zo'r qizdiradi, tez qizdiradi, rasxod ham kam bo'ladi. Aynan shu zalning o'zidan yurib kelib, bu yerda balkonga chiqish imkoniyati ham bor, ya'ni mehmonlar keladi, ko'chaga chiqish kerak bo'lsa, yana balkon ham kengina etib qoldirilgan. Ko'rib o'zingiz bahosini beraverasizlar. Bu ko'rganlaringiz ikkinchi etajdagi birinchi xona edi. Aynan zaldan chiqqan vaqtda qaranglar, bu yerda zinaning yanında yana bir kichkina joylar bor. Jurnalni stolik bilan kichkina bir pufik-sufiklarni ko'rsatsa, bu yerdan ham vaziyat foydalanib o'tirsangiz bo'laveradi. Keyingi xonamizga kelamiz. İkinci etajdagi birinchi spalni bo'ladi. Kattalarning spalnisi. Svetini qaranglar, svetlar ham diniq ishlangan. Bu yerdan ko'rib turganlaringizning g'alalar döşəlgən, pərdələr asılgan, lustralar qoyulgan. Beram bana mebel gerek desizdə, dım arzan baxada uyun egəsi özü Texnovazardan taxlaq bərəmiz o da xaqlasa da tutdular və yandan mamması yox. Gəlişəverəsiz. Keyingi xanasına gələdən bolsaq, əlbəttə özlərimizdə bolacaqlarımız, yəni detski spalni komnatası болады. Detski spalni komnatadan ucu 2 dənə gördüyünüz spalnisi taxlangan, pərdələr asılgan, qalalar döşəlgən, lustralar asılgan. Xullas, gələsizdən yaşab verəsiz buldu. Keyingi xonamiz nə desəz də, əlbəttə ikinci etajını özünü addenli sanuzeli bo'ladi. Bu yerdan görüşünüz mümkün. Duşları taxlangan, plus unitazlar ustanovka qilingan, rakovinalar ham taxlangan. Xullas, bir gap bilan aytganda, yəni pulum bo'lsa o'zim bosib beradim degan hovli-joylardan biri bo'lgan, görüşünüz mümkün. 250 kvadrat metr, Urganchning eng zo'r lokatsiyasida, plus 100% tayyor hovli-joy. Narxi necha so'm bo'lishi mumkin? Taxmin etib ko'ringlar. Narxına gəladigan bolsaq, 120 min dollar tutdu. Egəsi üstündə gəlişadigan joylari bor. Xudo xohlasa bemalol gəlib, gəlişib işinin bir acayip hovli-joyini satıb alıb, həzzətib yaşaş sizə nəsib etsin. Uyun egasının nomerini qaldıramiz, doğru ega bilan gaplaşasınız, özünüz gəlişəsiz, gələsiz, görəsiz, yaqqan bolsa xarid qilasizdan, həzzətib yaşaş sizə nəsib etsin.